ulamolarimiz ustozni ulug'lashni bir qancha ko'rinishlarini aytib ketganlar. Hozir shunga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni birinchisi, ustozni oldi yoki yon tarafida yurmaslik, balki bir qadam orqada yurish. Ustoz deb e'tirof qilgan odamimizni oldiga tushib ketib qolmaymiz. Yonma-yon, xuddi biz oshnamizdek, do'stimizdek yonma-yon yurmaymiz, balki u kishini hurmati uchun bir qadam ortlarida yuramiz. Ustozni o'rniga o'tirmaslik. Joyi bor, ustoz o'tiradigan, dars beradigan joyi bor. Shogird ustozni o'rniga kelib o'tirib olmasligi kerak. Ustozni hurmati bo'lganligi uchun ustozni o'rni, ustozni o'zini joyi bo'ldi, u joyga o'tirib olish kerak emas. Ustozning huzurida undan oldin ruxsatsiz gap boshlamaslik. Ya'ni ustoz gapiring demaguncha, ruxsat bermaguncha gapirmaslik yoki ruxsat so'rab, ustoz gapirsam maylimi deb gapirishlik. Ustozni oldida ko'p gapirmaslik. Bo'lmagan har narsani gapirib tashlaverish kerak emas. Ustozni oldiga nima uchun borildi? Ustozni oldiga ilm o'rganish uchun, hunar o'rganish uchun borildi. Ustoz gapirsin, biz eshitaylik. Ustoz aytsin, biz amal qilaylik. Ustoz toliqib turganda ko'p savol bermaslik. Ahvol ruhiyasini, holatini, jismoniy imkoniyatini qarashligimiz kerak. Toliqib, charchab turgan bo'lsa, yana biz qiynab, savol berib, qiynab tashlamasligimiz kerak. Ustoz o'tirgan xonaga beruxsat kirib bormaslik, ruxsat so'rab, eshigi taqillatib, ustoz ruxsat bergandan keyin ustozni xonasiga kirib borishlik lozim. Ustozning yuziga tik qaramaslik. Ustoz gapirganda ko'zni quyi qaratib, yerga qarab turishlik. Ustozni orqasidan g'iybat yoki mazah qilmaslik. Ustozni orqasidan g'iybat, mazah qilishlik ilmni, hunarni yuqmasligiga sabab bo'lib qoladi.